Bugungi geometriyaga doir savol yechimi quyidagi berilgan chizmalardan va belgilardan foydalanib x burchakni topishimiz kerak ekan. Xo'p, demak tushunib olishimiz kerak. Dastlab bu yerda ikkita parallel chiziq bor, ya'ni mana berilgan BA va EF. BA bu tomonga, EF bu tomonga ketgan ko'rinyapti. Bu ikkalasi parallel ekan. Endi bularga parallel yana bitta chiziq o'tkazsam, buni men C nuqtadan olaman. C nuqtadan olsam shunday qilib, bu C burchagimiz umumiy 120, mana bu yer 110 va AB bilan mana bu C'dan chiqqan chizig'im parallel bo'lgani uchun mana bu joyim menda 110 bilan ikkalasi 180 bo'lishi kerak. Shunda bu burchak 70 gradusga teng. Endi pastki burchak esa buni umumiy 120 dan 50 qoladi. Xo'p, endi pastdan yana bitta chiziq tortaman. Buni D dan olsam. D'dan olsam buni mana bu burchagim bilan 150 ning yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Ya'ni EF bilan bu parallel bo'lgani uchun shunda bu joyim 30 bo'ladi. Endi bu ikkalasi ham parallel va mana bu burchak bilan diqqat qilamiz. Bu burchak bilan mana bu ikkalasi o'zaro teng bo'ladi, chunki parallellikdan bular ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi. Demak, 50 gradus nimaga teng bo'lyapti? 50 gradusim mana bu yerdagi x va 30 gradus yig'indisiga teng bo'lyapti. Bundan x burchagim 20 gradus ekanligi kelib chiqadi. Javob 20, bu esa demak C javobda.